Savolimiz quyidagicha. 7 qo'shilgan 0 teng 8. Ikkita qalamni joyini o'zgartiring, ifodani to'g'rilang. 1 minutda topgan o'quvchiga 100 ming so'm pul. Vaqt ketdi. Yo'q, bunday emas. 7 qo'shilgan 0 teng 8. Yo'q, undan boshqa yo'li bor. 7 qo'shilgan 0 teng 8. Nima degani? Teng emas degani yo'q. Ikkitasi bilan. Ikkita qalamni joyini o'zgartiring, ifodani to'g'rilang. Hali vaqt bor. Juda oddiy. Yo'li juda oddiy. Qanaqa? Qana? 9 ayrilgan 0 teng 0. Yo'q, bo'lmadi. Yo'qdan kel o'zing. Yo'qdan kel. Mayli, yana vaqt 1,5 minut bo'ladi. Uchta ketyapti. Bo'ldi, qaytadan joyiga qo'yinglar. Mana vaqtimiz 1,5 minutga o'tib ketdi. To'xtatdim. Endi javobni men aytaman. Javob aytaman. Pulni hech kim yutolmadi, ha? To'g'rimi? Yutib qaytara oldim. Yutganlaringni berib yuborardim, to'g'rimi? Javobni eshitinglar mana. Sal joy bergan. 7 qo'shilgan 0 teng 8 mi? Mana birinchi qalam. Mana ikkinchi qalam. 18 mi? 7 qo'shilgan 11 teng 18.